1945-yilning 6-avgust kuni ertalabki soat 8lar chamasida Yaponiyaning Xirosima shahri osmonida Amerika tomonidan tashlangan atom bombasi portlaydi. Portlash markaziga yaqin bo'lgan minglab odamlar nima bo'lganini tushunishga ham ulgurmasdan darhol kuyib kulga aylanishgan. Uchib yurgan qushlar havoda erib ketgan. Og'ir nurlanish natijasida tanasi molekulalar darajasida parchalanib ketgan insonlarning soyalari devorlarga muhrlanib qolgan. Bor yo'g'i bir necha daqiqalar ichida portlash markazidan 800 metr masofada bo'lgan odamlarning 90% halok bo'lgan. Bundan tashqari portlash natijasida paydo bo'lgan olovli to'lqinlar portlash markazidan 11 kilometr radiusda shaharga tarqalib, yana 10 minglab odamlarning o'limiga sababchi bo'lgan. Bomba tashlangan vaqtda shaharda taxminan 245 ming kishi yashar edi. Atom bombasi portlashi natijasida esa umumiy hisobda 160 mingdan oshiq odam halok bo'lgani taxmin qilinadi. Ya'ni birgina atom bombasi shahar aholisining 3 dan